Assalomu alaykum. Sizlar bilan 28-kuni 2-smenaga tushgan bir 37-masala edi adashmasam. Atifga oid shu masalani bir obunachimiz tomonidan soddaroq usulni ko'rsatib bering deb iltimos qilibdilar va buni men video orqali YouTube kanalimga joylashtiraman. Demak, harakat qilaman iloji boricha sodda qilib ishlab berishga. Bizda mana bu 13.500 gram glyukoza grammi bor. Uni 180 ga bo'lib olib, eng osoni molini topib oldim. Demak, 75 mol glyukoza to'liq va chala parchalangan. Bu masala shartda aytib o'tiribdi. Masalaning sharti glikoliz natijasi va anaerobda ajralib chiqqan issiqlik energiyasi, ya'ni glikoliz bu sitoplazma edi. O'sha mitoxondriyada parchalangan sut kislotadan 730 marta ko'p ekan. Bo'ldi, ana endi ishlashni boshladi. Xo'p, sizlarga savol, bu kattami? Bu kattami? Albatta, mana bu katta. Eng kichkinasi sut kislotami? Demak, sut kislotani men X deb oldim. Demak, sut kislotam X bo'lsa, sut kislota mitoxondriyada parchalanadi. Shunda glyukoza necha X bo'ladi? Glyukoza 0.5 X bo'ladi. Nima uchun? Bitta glyukozadan ikkita sut kislota edi. Demak, sut kislotani 2 ga bo'lsam, glyukoza kelib chiqadi. Shunda glyukoza 0.5 bo'ladi. Agar glyukoza 0.5 bo'lsa, demak 0.5 X mitoxondriyada parchalangan. Biz buni to'liq parchalanish deb ham olar edik. Demak, shunday qilib bizda 0.5 X dagi glyukoza to'liq parchalangan. Ana endi mana bu holatga qaytamiz. Mana bu joyda bizda qani edi? Mana glikoliz bosqichi to'liq bosqichda va chala bosqichda ham sitoplazma bosqichi albatta bo'ladi. Bizda 75 mol glyukoza to'liq va chala parchalangan. Bundan qanchasi chala, qanchasidir to'liq bilmayman, lekin har ikkalasi uchun umumiy narsa bu albatta sitoplazma bosqichi bo'ladi. Ya'ni 75 mol glyukozaning hammasi sitoplazmada parchalangandan keyin bu o'ylab ko'radi. Qanchasini mitoxondriyaga o'tsa, keyin bu o'ylab ko'radi. Shuna qanchasi mitoxondriyaga borsa-kun, qanchasi qolsa-kun deb. Lekin undan oldin sitoplazmada albatta parchalanadi. Bir mol parchalanganda 120, 75 moli parchalanganda bizda 9000 kilojoul issiqlik energiyasi chiqadi. Va mana bu issiqlik energiyasi va aerob sharoitdagi issiqlik energiyasi. Biz bilamizki, 1 mol glyukoza mitoxondriyada parchalansa 1160 energiya ajralib chiqar edi. Bizda necha mol edi glyukoza? 0.5 X edi. Demak, 0.5 X ni men 1160 ga ko'paytirsam 580 X bu aerob sharoitdagi issiqlik energiyasini beradi va shuni qo'shaman va mana bu sut kislota. Sababi men sut kislotani X deb olgandim. X ga oldim. Demak, buni sut kislotaga bo'lsam 730 chiqar ekan. Va men shu masalani ishlayman. Endi oramizda bilmaganlar uchun, demak, mana buni bu hamisha mana bu barobardan 730 kasrni pastidagi songa ko'paytiriladi. Ya'ni X ga ko'paytiraman. 730 X keyin mana uni o'zini yozaman. 730 X mana barobar, demak o'zini yozib oldim. Ana endi ma'lumlarni noma'lumni bir tomonga yig'aman. Mana bu X ni mana bu X tomonga o'tqizaman. Demak, mana 730 X o'zini yozib oldim. Faqatgina mana bu oldidagi plus ishora barobardan bu tomonga kelganda minus bo'lib o'tadi. Minus 580. Shunda bir-biridan ayirsam 150 X qolyapti. Va barobar 900 tushgan edi. Mana yerga tayyor 900 tushgani yo'q. Ya'ni joyida turgan edi. Va ma'lumni noma'lumga bo'lsam X 60 chiqdi. Shu yerda savol, X nima? X bunday qidiraman. Mana X bu nima? Bu X emas-ku, mana X. Demak, X bu sut kislota edi. Mana yerda ham sut kislotadan X oldim-ku. Demak, 60 ta sut kislota mitoxondriyada parchalangan ekan. 60 ta. Shuni glyukozaga aylantirish uchun 60 ta 0.5 ga ko'paytirsam ham bo'ladi. Endi shuni 2 ga bo'lib qo'yay. Shuni 2 ga bo'lamiz. 2 ga
62 ga bo'laman, o'shanda 30 ta glukoza chiqadi. Bu to'liq parchalangan, ya'ni mitoxondrada parchalangan. Bu degani to'liq degani 75-100%, 30 qancha 40% bo'ladi. Xo'p. Tushunganlaringiz tushungan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat aytaman. Agar 28, 29, 30-kunlari xohlagan bir qiyin savol bo'layotgan bo'lsa, murakkab savol bo'layotgan bo'lsa, albatta menga yuboringizlar. Men Xudo xohlasa sizlarga eng sodda usulda ishlab beraman. Adashmasam ham mana bu usulda o'zim ishlab ko'rsatdim. Albatta kimlar uchun tushunarli, kimlar uchun qiyin bo'lishi mumkin, lekin albatta yuboruvchini o'zi tushundi degan umiddaman.